Kuchli shaxsiy brend qurish uchun shu 8 ta narsa sizda bo'lishi kerak. Ismim Parizod Yusupova, ijtimoiy tarmoqlarda bir necha muvaffaqiyatli akkauntlarning egasiman. Menga foydali bilim va chiroyli hayot uchun obuna bo'lishadi. Birinchisi, sizga missiya kerak. Istalgan ekranni qahramonga qaraydigan bo'lsangiz, uni o'zini oldida maqsadi bor. Maqsadingiz qanchalik katta, qanchalik aqlga sig'maydigan bo'lsa va o'zingizni ham boshqalarni ham ruhlantira olsa, siz ijobiy va asosiy qahramonga aylanasiz. Ikkinchisi bu xarakter. Siz o'zi kimsiz? Auditoriya sizni kim deb taniydi, nima deb taniydi va nomoddiy nimangiz bilan maqtana olasiz. Uchinchisi bu super qobiliyat. Bu bitta muhim narsa bo'lishi ham mumkin yoki bir nechta mayda narsalar bo'lishi ham mumkin. Masalan, meni super qobiliyatim bu 3 ta M. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu 3 ta M haqida alohida video olishim mumkin. To'rtinchisi bu zaiflik. Har bitta insonning zaif tomoni bor va mana shu zaif tomoningizni ochib berganda dardi birlar birlashadi va bu sizni ularga emotsional bog'lab qo'yadi. Beshinchisi bu hamrohlar. Atrof muhit sizga eng katta ta'sir qiladigan jihatlardan bittasi. Shuning uchun atrofingizga doimo o'zingizdan ko'ra omadliroq, o'zingizdan ko'ra kuchliroq odamlar yig'ish tavsiya qilinadi. Yettinchisi mentor yoki boshqa tilda aytganda kumir topishingiz kerak. Siz o'zingizni orzularingiz allaqachon amalga oshib, siz xohlagan hayotda yashayotgan odamni kuzatishni boshlang. Chunki miyaga reallik kerak. Agar u allaqachon amalga oshgan narsalarni ko'rsa, o'zini orzu va maqsadlaridan qo'rqishni pasaytiradi. 8-inchisi raqamlar bilan ishlamang. Hozir insonlarning e'tiborini tortish uchun katta kurash ketyapti va internetda maza bemaza xuddi behuda narsalar tiqilib yotibdi. Ba'zilarini ko'rsangiz hattoki qayd qilib yorasiz. Siz mayli video olgan narsangiz million prosmotr urmasin, qattiga bema'ni beta'sir narsalarni ko'rsatib, o'zingizni obro'yingizni tushirib, lutchi 10 mingta prosmotr olsin, lekin o'sha 10 mingta auditoriyani esida uzoq vaqt qoling. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'laman.